Kim yog' yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsa, vazn tashlamoqchi bo'lgan bo'lsa, tashlab yana shu vazn orqaga qaytib kelgan bo'lsa, do konca ko'rishlaringga tavsiya beraman. Bundan 3 yil oldin dietologga murojaat qilganman. Dietologga murojaat qilganman. Dietolog birinchi navbatda siz analiz qildirib keling degan. O'sha общий крови, qon tahlili kerak degan. O'sha vaqtda 1 milliondan oshiqqa analiz qildirganman. Dietolog analizimni tahlil qilguvchi uchun unga ham alohida to'lov qilganman. Keyin dietolog menga ratsion tuzgan. Un va shakar bor mahsulotlar hammasi ratsionimda bo'lmagan. Don va dukkakli mahsulotlar ham chiqarib tashalgan. Даже kartoshka, lavlagi bular ham chiqarib tashalgan. Undan tashqari dietolog menga ko'plab qo'shimcha vitaminlar yozgan, batlar. Ko'p, где-то bir 15-20 ta. Unga ham ancha 2,5-3 million pulim ketgan. Bitta kurslichani ham o'ziga. Обязательно buni ichishing kerak, buni ichmasang bo'lmaydi. O'zingni sog'liging uchun, sani bu yoqda endi motivatsiya berilgan. O'zing oilangga qarashing kerak, bola chaqangga. To есть shunaqa singdiruv bo'lganki, mana bu narsani umring oxirigacha sotib olib ichib yurishing kerak. Даже aytganki, omega bilan magniy, omega D3 3 doimiy ichishing kerak degan. Magniylarni butun umr magniy ichishing kerak. Doimiy ichishing kerak. Magniy bu odam doimiy sarflanadigan narsa deb tushuntirilgan. Xullas gapni qisqa qilaman, pulim ko'p ketgan. Keyin xo'p, pulimni sarflayapman, chunki men vazndan qutulishim kerak. 2 oy dieta qilganman, jostki amal qilib, har kun ertalab turaman, o'zimga o'zim so'z beraman. Non yemaysan, iroda konkret ishga kirgan. Даже bu ovqatdan o'zim asabiy bo'lib qolganman. Haftada o'sha 10 kun, har 10 kun, 15 kunda 2 sutkalik ochlik kunlar bor. Golodaniya, avtofagiya ketadi. Qiynaldingizmi shu? Juda qiynalganman. Lekin maqsad bor, rezultat qilish kerak, shunga qilish kerak. Shuning uchun chidayapman. Xullas natija bo'ldi. Natijani oldim. Tushib ketdi. Lekin kiyimni yechib oynaga qarayman, tana sifati past-da. Tana sifati bor. U ozguncha ham qancha asabim nimam ketganda. Salbiy ta'sir qilgan hayotimga salbiy ta'sir qilgan. Birinchidan, ikkinchidan meropриятие bo'ladi, yig'ilish bo'ladi, boraman-ku. Bu faqat men hayotimga diskomfort olib kelgan. Diskomfort. Pulim ketishidan, asabim ketishidan tashqari yana diskomfort. Biron joyga boraman, men dietadaman, yolmayman. 10-15 dasturxonda o'tirasiz, sinfdoshlar boshqa. Men dietadaman, yolmayman. Tiklashim. Chunki dietolog aytganki, sen irodali bo'lishing kerak. Shunaqa irodali bo'lmasang, shu narsa singdirilyapti. Sindirilgan. Agarda bu narsa qilmasang, siz irodasiz, cho'zatdingizlar человек. Siz qila olmaysiz. Даже endi aytaman, shu narsani yana eski hayotingga qaytadigan bo'lsang, unga ahmoq odamlar qaytadi degan. Ahmoq odamlar qaytadi deyilgan. Qisqasi, u o'tdi. Men u dietada уже yasholmayman. Bilyapman. Darsi keta olmayman. Yana yechim izlayapman. Nima qilsam bo'ladi? Internetdan qidiryapman. Keto boshqa dietalar, cheklovli dietalar ko'ryapman. Lekin shuni bildimki, 3 yil davomida dietalarni o'qib, o'rganib, bironta ideal dieta, cheklovsiz dieta yo'q. Qaytib keldimi tashlagan vazn? Albatta vazn qaytib kelgan. Chunki men u hayotda yasholmayman-ku. Eski hayotimga yana ovqatlanish boshladim, vazn qaytib kelyapti. Даже yana 80-85 kilo bu vaznim qaytib kelyapti. Men yechim izlayapman, yana o'sha dietolog o'rgatgan, faqat batlarni olmasdan, chunki rasxod kelyapti, vesim ketyapti. Shu tarzda, shu sikl bilan dietani buzib, yana o'zim eski hayotimga qaytib 3 yilimni o'tkazganman. 3 yilimni. Keyin nimada qaysidir Telegram kanalda siz bitta protein haqida videongiz ko'rganman. U protein video haqida video ko'rganimdan keyin siz ism familiya bilan Google ga qidirib boshlangan yog' yo'qotish kursiga kelganman. Kursda o'tdingiz, tushunchaga ega bo'ldingiz, cheklovlarsiz vazn tashlashni o'rgandingiz. Endi eng muhimi, hayotingizga bu qanday ta'sir qildi? Hayotimga juda yaxshi ta'sir qildi. Hozir men xohlagan narsamni iste'mol qila olaman. Bu yerda hozir biz kursda Ramis akani o'zi ham aytayapti, cheklov yo'q, cheklov. Cheklov yo'q hech qanaqa. Bu cheklov yo'q degani hamma narsani xohlagancha tiqasan, yeysan degani emas. Bizda ustuvorlik qoidalari bor. Eng birinchi ustuvorlik qoida bu sog'liq, oqsil miqdori, kletchatka, ikkinchisi to'yinganlikda beradigan mikroelementga boy ovqatlar
20% lyuboy xohlagan narsangni tiqsang bo'ladi. Bu degani butunlay odam o'zini o'zi mahrum qilmaydi oziq ovqatdan. Da. Hozir mana gapirib bersangiz, mana hozir vazn tashlayapsiz, lyuboy narsa yeyapsiz. Irodani ishga solmasdan. Yo'q, men chunki irodadan datovo bezor bo'lganmanki, shuning uchun даже defitsitimni 250-300 kaloriyadan oshirmayman. Menga kerak emas, chunki men jarayonni bilaman, jilovman qo'limda. Обязательно meni vesim ketadi, chunki menda kaloriya kontroli bor. Kaloriya kontroli bo'lgandan keyin, men unga kaloriya bermaganimdan keyin, kunlik faolligim bo'lib turgandan keyin u energiya расход jir ketadi. Просто vaqt kerak men. Men shu yo'l tanladim. Kimdir 500 iroda o'zida nimasi bo'lsa 500 kaloriya qilib tezroq natijaga ham yetishi mumkin. U hammani o'zini sharoitidan, imkonidan kelib chiqqan, maqsadidan kelib chiqa oladi. Bilim berildi, vosita berildi, o'zing rishat qil. Qanaqa tezlik bilan maqsadingga borasan. Eng muhimi qaranglar, xastada yuradigan odam. Lekin shunga qaramay, kuniga qancha qadam yurasiz? Maksimum 15,000 qadam yuraman. 15,000 qadam. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yaqqol primer butun O'zbekiston uchun. To есть kunlik jismoniy faollikni ko'tarish kerak. Bu faqat hozir yog' yo'qotish haqida gap ketmayapti. Sog'lig'imiz uchun minimum 10,000 qadam yurishimiz kerak. Kun davomida, birdaniga emas. Chunki hozir bizda hayotimizda komfort juda ham ko'p. Bu yaxshi. Mashin bor. Mashinada nima qilamiz? Juda ham telefon qilasan, ovqat o'zi keladi. Hech bala qilmaysan, divanda o'tirasan. Avval unaqa imkoniyatlar yo'q edi. Hozir juda ham yaxshi zamonda yashayapmiz, lekin mana shu komfortni kontrol qilmasa odam, mana shu komfort odamga salbiy ta'sir qilishni boshlaydi. Shuning uchun mana shu komfortni kontrol qilishni o'rganish kerak. Ovqatlanishda ham, kunlik faoliyatda ham. Mana shuning uchun eng krutoy men uchun mana shu kurs o'tgan davomida siz endi biz chatimiz bor-ku, yozishamiz-ku. Mana shu men o'ylamagan edim sizda shu birinchi hassada yurganingizni, keyin hassada yurganingizni ko'rsatganingizdan keyin siz men uchun juda ham krutoy odamga aylandingiz-da. Chunki oddiy odam, hech qanaqa problemasi bo'lmagan odam shu narsani qilmaydi, lekin sizda shu narsa eng muhimi bu yerda sizda fikrlash darajangiz. Ammo o'zgarish hayotda kalladan boshlanadi. Значит, sizning fikrlash darajangiz yaxshi. Tanqidiy fikrlashga egasiz, siz tushunasiz nima qilishingiz kerak, shu narsani qilyapsiz-da. Boshida ham yozgan edingiz. Qo'lingiz boshida nima bo'lib ketdi, lekin moslashib ketdi. Hammasi bo'ldi, cho'tka. Hozir biz problem yuribsiz. Mana butun O'zbekiston uchun Anvar akamiz namuna 15,000 qadam hassa bilan qiladi. Nimaga sizlarga qanaqa problemangiz bor? Sog'liq bilan problema yo'q. Shuning uchun elementarni 10,000 qadamdan boshlanglar har kuni. Ona olgan bilimingiz yaqin atroflaringizga ijobiy ta'sir o'tkazyaptimi? Turmush o'rtog'ingizga, bolalaringizga, yaqinlaringizga? Birinchi navbatda hozir ayolimga kaloriya hisoblashni o'rgatganman. Dalcha yana o'rganyapti. Immuniy siz o'zingizga ham aytdim, ayolim ruscha yozishni. Rus tilidagi ayollar uchun jirjigani kursini kutyapman. Uni qilamiz, ayollar uchun qilamiz. O'sha kurs chiqsa, xudo xohlasa ayolimni ham o'qitaman. Chunki ayolimni o'qitsam, birinchi navbatda farzandimga oziq ovqatlanishiga qaraydi, o'zini ovqatlanishiga, sog'ligiga qaraydi, meni sog'ligimga qaraydi. Отлично, отлично. Ayolimga o'rgatganman. Ayolim hozir aksar ovqatlarimni o'zi ayolim tayyorlaydi. Osh, pitsa, boshqa kaloriya hisoblangan holat. Mana shu yerda erkaklarga aytadigan gap. Ayollarni o'rni jamiyatda juda ham katta rol o'ynaydi. Agarda ayolga mana shunaqa bilim berilsa, 5 yil o'tadimi, 10 yil o'tadimi, O'zbekistonda jamiyatida ortiqcha vazn problemasi ancha kamayadi. Hozir juda ham O'zbekistonda может быть 60% aholisidan ko'prog'ida ortiqcha vazn. Qorinda yog' to'plandimi, все, одной ногой в могиле, zona risk. Yog' miqdorini kamaytirishing kerak erkaklarga. Birinchi navbatda. Keyin o'zing rishat qilasan. Kerakmi mushak? Biz problem trenajyoringiz zalga bor, rag'bat ber o'sadi, lekin sog'liq nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, eng asosiysi yog' miqdorini kamaytirish kerak. Qanday kamaytirsa bo'ladi? Bilim orqali. To есть cheklovlarsiz shu natijaga kelgandan keyin shu natijani uzoq umr ushlab qola olasiz. Faqatgina bilim orqali. Agarda cheklovlar bilan qilindimi, oddiy odam bunaqa cheklovlar bilan dalsha yasholmaydi. Mana akamiz aytib beryapti. 3 yil davomida
tashlaydi, qaytib oladi, tashlaydi, qaytib oladi. Faqat puling ketadi, vaqting ketadi. Постоянно раздражительно bo'lib yurasan, salbiy ta'sir qiladi, bo'lmaydi. Qo'ymayman. Men bilim beraman, vosita beraman. O'rganasizlar bo'ldi. O'z hayotingni o'zing reshat qilasan. Mana hozir Anvar akamizga aytsa, любой odamga xohishi bo'yicha cheklovlarsiz, любой dieta qilib berasiz. Undan tashqari kaloriya hisoblashni o'rgatasizdan, sizga qaram bo'lmaydi. Juda oson. Da, bitta gap. Kaloriya hisobi nima beradi? Bu vosita, da biz aytsak bo'ladi. Kaloriyasiz ham hisoblamasdan ham odamlar vес tashlayapti. Da, boshida vес ketadi. В любом случае cheklovlar bilan. Chunki tanqislikda qolishing uchun sen majbur bo'lasan, agarda kaloriya hisoblamayapsanmi, mana bu mumkin emas, mana bu mumkin emas. Da, vес ketadi. Lekin shunaqa nuqta keladiki, to'xtaydi vес ketishing. Keyin sen tushunmaysan, nima bo'lyapti? Qanaqa nuqtadasan? Nima qilishing kerak? Keyin yana dalshi cheklovlar boshlanadi. Bu o'sha optimal emas. Kaloriya hisobi jarayonni kontrol qilishga yordam beradi. Mana, например, siz biznes egasisiz, оборот ketyapti, siz foyda qilyapsizmi, siz zarar ko'ryapsizmi, siz hisoblayapsiz-ku, qancha kirim bo'lyapti, chiqim bo'lyapti. Bu yerda ham shunday. Kaloriya hisobi mana shu jarayonni kontrol qilishni beradi. Qandaydir nuqtaga kelib to'xtasang, сразу korrektirovka qilasiz deganing, и дальше senga kerakli tezlik bilan maqsad sari ketasiz. Mana kaloriya hisobi mana shu narsani beradi. To есть jarayonni kontrol qilish, и cheklovlarsiz maqsadga borish. Mana shuni tushunishimiz kerak. Kaloriya hisobi bu vosita, eng krutoy vosita. И mana bu bilim olingandan keyin mana Anvar akamiz aytayapti. Men уже Anvar akamizga kerak emasman. Bilimni olgan u kimni xohlasang o'rgatadi. O'zbekistonda любой cheklovlarga tiqadigan trenerga borib dieta qilib beradi. Xohlaysanmi har kuni burger yeyishga bez problem. Xohlaysanmi har kuni shokolad yeyishga bez problem. И plus yog'ing ketadi. Mana qanday bilim ishlaydi. Shuning uchun bilim orqali yog' yo'qotish yo'li olinishi. Ota-ena bolalarni amaga hayotga tayyorlab boradi. Hozir hamma dunyoda, O'zbekistonda детское ожирение, то есть bolalarda semizlik juda ham rivojlanib ketyapti, chunki harakat kam, ovqat juda ham ko'p, anolar ota-enalar kontrol qilmaydi. И именно bolani semirishi faqatgina ota-enani anosi problemasi. И u причина ota-enani kontrol qilmasligi. Mana shu haqida gapirsangiz, mana butun O'zbekistonga. Sizni olgan bilimlaringiz, mana aytdingiz, turmush o'rtog'ingizga ham bilim berasiz. Yana biz rus tilida ham kurs chiqaramiz, o'rganadi, undan ham zo'r bo'ladi. Mana siz hozir olgan bilimlaringizni yangi turmush tarzingizda bolangizga qandaydir foydasi tegyaptimi? Albatta, men ayolim kaloriya hisoblash o'rgangandan keyin kunlik oqsil miqdori обязательно muhimki insonga. Da. Juda ko'p odamda ishtirok etadi oqsil. Kunlik faoliyatda oqsil kerak. Shuning uchun qizimga ko'proq birinchi navbatda baribir bolani 100% shirinlikdan taqiqlab qo'ya olmaysiz. Da. Zapretga qo'ya olmaysiz. U narsani qilish ham kerak emas. Ha, kerak emas. Shuning uchun bola qizimga oqsilga boy mahsulotlar ovqatlantiraman. Maksimum kun davomida ko'proq harakatlanishini aytaman. O'ynagin, tashqarida chiqsin, aylansin, bola charchasin. Чтобы faqat telefonda televizor ko'rib, uyda yeb o'tirmasin. То есть faolligini уже siz kontrol qiling. Faolligini qilgin. O'zing bilan birga yursin, aylansin, faolligini ta'minlashni aytganman. Отлично. Shu narsa yo'lga qo'yilgan hozir uyimizda. Hozir ayolim bilan ertalab yuramiz, kechqurun yuramiz qizim bilan. Отлично. Hovlida yuramiz. Men kun davomida 10 ming, eng kamida 10 ming, bo'lmasa harakat qilaman juda 15 mingga chiqarishga. Agar yurmadim degan kunim 10 ming. Qanaqa qilaman? Ertalab yurib kelaman. Undan keyin ishda kunboboy o'tirib ishlayman. Ish davomida ham 10 minut, 5 minut vaqtim bo'lgan vaqtda yurib olaman. Отлично. Zo'r. Shuni kunboboy, agar mashinada harakatlangan vaqtim, mashinani bozorga bordim qiyra, sal uzoqroqqa qo'yaman. Soyaroqqa qo'yaman-da, o'zim borib ishimni bitiraman. Masalan, bir qayerdadir navbatda turgan bo'lsam ham, navbat kutyapman-ku. Shu koridorda u yoqqa bu yoqqa borib kelib, aka sizga gap yo'q. olamiz. Aytayapman-ku, я горжусь siz bilan shu men tanishdim, siz kursimga keldingiz. Sizga o'xshagan odamlar, от чистого сердца aytaman, O'zbekiston uchun ana действительно образец namuna bo'lish kerak. Qandaydir kachoklar emas,
qandaydir boshqa blogerlar emas, именно sizga o'xshagan odamlar. Chunki siz действительно пример. Biz hozir haqi mushak o'stirish uchun gap ketmayapti. Mushakga o'stirishdan emas. Sog'lom turmush tarzi. Mana qaranglar, eng krutoy fishka nimada? Bilim olindi, ayoliga ham bilim berilyapti, bolasini ham o'rgatib kelyapti. Mana shunaqa O'zbekistonda jamiyatida oilalar ko'paysa, O'zbekiston 10 yildan keyin, 15 yildan keyin sog'lom avlodga ega bo'ladi. Chunki mana yana qaytarib o'taman, ayollarning roli juda ham katta bu yerda. Ayollarga bilim berish kerak. Ayollarga bilim berish kerak. Qanday ovqatlarni nima qilish kerak, organizovat qilish kerak, turmush tarzini. Chunki bolalar bilan именно ayol shug'ullanadi, erkak emas. Erkakning vazifasi ayoliga profinansировать, sharoit yaratib berish. Все, ayol o'rganish kerak. O'ziga ham chiroyli qomat qiladi. Erkak ham zainteresovan, ayolning chiroyli, tanasi zo'r, yog'i kam, tarang bo'lsa yaxshi-ku. Endi bu yo'g'i faqat plyuska ishlaydi. Da, в любом случае. Har xil plyuska ishlaydi. Da, erkakka ham plyus, bolalarga ham plyus. Shuning uchun bilim olish kerak. Shuning uchun bu videoni описаниесida ссылка qoldiraman meni saytimga, kursimga. Просто kiringlar, ko'ringlar, tanishinglar. Bu sotish emas. Men bilaman, bu kurs juda ham krutoy, sizga bilim beradi все, bir marta shu narsaga soqqina sarf qilasizlar, bo'ldi. Sizlarga hech kim kerak emas, men ham kerak emasman. Mana Anvar aka shu primerda yaqqol primeri. Bilim olindi, bir marta soqqa sarf qilindi. Hech qanaqa bat kerak emas, hech qanaqa cheklovlar kerak emas, hech qanaqa dietolog kerak emas, hech qanaqa analiz kerak emas. Все, абсолютно все бесплатно, hammasi effektivno, umrni oxirigacha прекрасная жизнь. И o'ziniki, turmush o'rtog'iniki, plus bolasiniki. Mana shunaqa podxodni men sizga beraman. Marhamat, ссылкаdan ko'rishingiz mumkin. Mana shu nuqtada bugungi videoni yakunlaymiz. Kim oxirigacha qaragan bo'lsa, katta rahmat za внимание. Обязательно obuna bo'linglar. O'zbekiston jamiyatiga primer bo'ladi odamlarni plus qizlarni, ayollarni ham ko'rsatib boramiz. Обязательно obuna bo'ling. Hammaga rahmat. Anvar aka, вам большое спасибо. Rahmat aka.